Buvajon, buni onlayn qilsa ham bo'larmidi? Albatta. Va bu juda xavfsiz. Shunchaki bir necha qoidani bilsangiz bas. Birinchisi, ilovani faqat rasmiy manbalardan yuklab oling. Qalbaki va soxtalarga duch kelmang. Har qanday ilova uchun ruxsat taqdim qilishda diqqatli bo'ling. Masalan, bank mobil ilovasi uchun shaxsiy yozishmalaringizni o'qishga hojat yo'q. Ro'yxatdan o'tish juda oson. Telefon raqamingizni kiriting, murakkab parol va pin-kod o'ylab toping. Bu sizning raqamli seyfingiz. Shuning uchun pasport raqami va seriyasini hamda tug'ilgan sanangizni kiritishingiz va identifikatsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Va albatta, 2 faktorli autentifikatsiyani yoqishingiz zarur. 2 faktorli nima dedi? 2 faktorli autentifikatsiya bu qo'shimcha himoya degani. U akkauntingizga faqat siz kira olishingizni kafolatlaydi, hattoki kimdir parolingizni bilib olgan bo'lsa ham. Endi sizda barcha xizmatlar bor. To'lovlardan boshlab omonatlarni boshqarishgacha. Siz hattoki bir vaqtning o'zida bir nechta ilovalardan foydalanishingiz mumkin. Ko'plab amaliyotlarni uydan chiqmasdan ham amalga oshirishingiz mumkin. Bu nafaqat juda qulay, balki xavfsiz ham. Yoningizda qaysi bank filiali borligi ham muhim emas. Ilovada barchasi mavjud. Finlit.uz manbalarida xavfsiz onlayn banking haqida yanada ko'proq o'rganing.